Davlatimiz rahbar tashabbusi bilan tashkil etilgan 5 yildirki har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan Yoshlar ovozi Bo'zatov Fest tanlovining respublika bosqichi start oldi. Ayni paytda tanlov jarayonlaridan muxbirimiz Ma'rifat Qalandarova xabar beradi. Avvalambor assalomu alaykum Ma'rifat, marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum, rahmat katta. Ayni paytda biz o'sha Qoraqalpog'istondagi afsonaviy Qizil yo'lakdamiz. Aynan mana shu o'tgan yillar davomida ushbu yo'lak minglab iqtidorlarga va ularning quvonch va shodliklariga guvoh bo'lgan. Bu yil ham Bo'zatov Fest 2026 tanlovi juda yuqori kayfiyatda tashkil etildi. Hududiy bosqichlari o'tkazildi va unda ishtirok etish uchun 370 ming nafar yosh ro'yxatdan o'tgan. Qarangki, mana shu raqamni o'zi aytyapti, bugun tanlovning nufuzini yildan yilga oshib borayotganini. Va bugun hududiy bosqichlarda saralangan eng zo'rlari Bo'zatovga, Nukusga yetib keldi va bugundan tanlovning shartlariga start beriladi va bugun o'sha ishtirokchilarimiz birinchi kunida baxshichilik yo'nalishi bo'yicha 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan talantlarimiz o'zlarining iqtidorlarini mana shu sahnada namoyish etishadi. Aytish mumkinki, aynan bugun mana shu tanlovni jamg'arma fondi, ya'ni o'sha pul mukofotlari 2,5 milliard so'm qilib belgilangan. Eng e'tiborlisi, bugun bu yerga kelgan hech bir ishtirokchi xafa bo'lib ketmaydi. Chunki mana shu yerda qatnashgan, g'olib bo'lmasa ham ishtirok etgan qatnashuvchilarimizning har biriga 10 million so'mdan pul mukofotlari beriladi. Aytish mumkinki, aynan mana shu Bo'zatov Fest tanlovi davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan juda katta platforma va loyihalardan biriga aylanib ulgurdi va shu kungacha yurtimizda eng chekka olis manzillardagi ko'plab iqtidorlarni kashf etyapti. Bugun o'sha Bo'zatov Festda ishtirok etgan ishtirokchilarimiz xalq artisti, xizmat ko'rsatgan artist, davlat mukofotlari sovrindorlariga, sohiblariga aylanishyapti. Umuman bugun san'atimiz, madaniyatimiz uchun munosib iqtidorlarni yetishtirib berayotgan maydon desak ham xato bo'lmaydi. Yaqin daqiqalarda bu yerda festivalning o'sha baxshichilik yo'nalishiga start beriladi. E'tiborlisi, har bitta jarayon o'sha Toshkentdan, poytaxtimizdan tashrif buyurgan o'sha san'atimiz darg'alari tomonidan kuzatib boriladi. Umuman olganda festival ana shunday yuqori kayfiyatda 4 kun davomida davom etadi va albatta oxirida finalchilarimiz aniqlanadi va biz mana shu yerdagi qaynoq jarayonlarni dasturlarimizning keyingi sonlarida sizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz. Rahmat. Rahmat sizga ham, biz ham sizdan yangi ma'lumotlarni kutib qolamiz dasturlarimiz davomida.